Assalomu alaykum obunachilar, otish hozlari. Mana bugun 15-iyun apreldan otlarimiz sotuvga chiqyapti. Biyalarimiz. Bu kelib chiqish joyi Qirg'izistondan Hojibo'van Qorasidan kelgan bu. Endi biz kelgan 2023-yil olib kelganmiz otni. 2023-yil olib kelganmiz. Buni yonida mana jargakni qizi. Qirg'izistonda mashhur bo'lgan jargak otni mana shu nevarasi. Mana kengda. Hozir sizga to'liq tushuntirib beray. Mana 20-yilda 126 qarangda. Tomonda 126 raqamlari bor. Bu jargakni nevarasi. Bu otimiz jargakni nevarasi. Endi buni bu jargakni nevarasi bu mana 1 oylik toyimiz. 1 oylik toyimiz bu setni nevarasi bu. Qulun raqachi 1 oy bo'lib tug'ilganiga. Bu setni nevarasi. Shunda bu turgan biyani onasi mana shu Ibrohim Hojibo'dan kelgan, Qirg'izistondan kelgan biya mana shu. Bular 20-yillarda hozir sizga ko'rsatgan mana turgan biyamni onasi. Buni bultirgi bolasi mana. Bu setni nevarasi. Setni bolasi bu. Nevarasi bu. Bu biyamizni bultirgi bolasi. Hozir buni yoshi hozir 1 yoshi 1 oylik. 1 yoshi 1 oylik. Bo'yi 1.56. Buni toyimiz, erkak toyimiz. Bu biyamizni bultirgi bolasi bu. Bu ham setni bolasi. Faqat bu qulun 1.50 atrof. 1.50 da. 1.50. Bu biyamiz esa 1.50 1.65. Bunimiz 1.65. Bu biyamiz bu 1.70. Biyalarimiz. Endi Xudo xolasa mana bugun 15-iyundan mana qo'yyapmiz va sotuvga. Mana yoshi 10dan 11 boshladi. 80 million deyapmiz. Ozgina xayrli o'tish joylari bor. Xudo xolasa telefon nomerlar qo'yamiz. Telefon qilsangiz kelishamiz. Buni bultirgi bolasini erkak toy 25 million deyapmiz. Xayri bor. Telefon qilganlar kelishamiz. Buni 23 million deyapmiz. Buni qizini bola 23 million deyapmiz. Buni ham xayrli qilib beraman Xudo xolasa. Aloqaga chiqqanlarga xayrli qilib beraman. Buni buni 90 million deyapmiz. Pulun toyi bilan. Buni ham xayrli qilib beramiz. Kelishib chiroyli xayrli qilib beramiz. Telefon nomer qo'yamiz. Xudo xolasa bir soat nomerlar qo'yamiz.
aloqaga chiqaverasizlar. Kelishamiz. Xudo xolasa hech yeb ichishlari, harakatlari hammasi joyida. Bu keyin biroqlar olib kelib azroq qaraydigan bo'lsa, olib sotish. Bizniki dehqonchilik bunaqa oddiy videoga ham o'zimiz qo'yapmiz. Hech qanaqa bir montajlar yo'q bu yerda. Mana shu bor turishi mana shu. Hech qanaqa bu yerda aldash, yolg'on va anaqa narsalar yo'q. Olaman, ot qilaman deganlarga tomog'i ham yaxshi, uyuri bitta. Hozir uyurini ko'raman. Uyuri bitta bo'ladi. Tomog'iga yeb ichishi hammasiga garantiyasi bor. Hech kim kelib olganlar hech kim ertaga norozi bo'lmaydi, xudo xolasa. Minalari ham aniq, zotlari ham aniq. Hammasini o'zi kelganda mana videoda ham mana ko'rsatib o'tdik. Otlar ko'rsatib o'tdik. Va xudo xolasa aloqaga chiqsalaringiz, ana qilib ko'rib, ana olamiz. Kelishib